Assalomu alaykum. Muhim tafsilotlar bilan efirda axborot 24 dasturi. Tanishing bugun dasturimizda. Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi mavzuidagi tadbir tafsiloti. Poytaxtimizda xayriya tadbiri o'tkazildi. Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan musobaqa tashkil etildi. Bugun 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Mamlakatimiz suverenitetining ramzlaridan biri sanalgan bosh qomusimiz davlatimizdagi barcha huquqiy me'yoriy hujjatlarning bosh manbasi hisoblanadi. Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda inson qadri, aholining huquq va manfaatlarini ta'minlash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi degan ezgu g'oya asosida o'tkazilayotgan bu yilgi bayram tadbirlari orqali shu yo'lda erishgan yutuqlarimiz chuqur tahlil qilinib, yangi va dolzarb vazifalar belgilab olinmoqda. Davlatimiz bosh qomusining 33 yilligi munosabati bilan Prezidentimizning bayram tabrigida ta'kidlanganidek, faqat konstitutsiya va qonunlarimizga chuqur hurmat, puxta huquqiy bilim va amaliy tajriba asosidagina biz davlat va jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etib, vatan va xalq oldidagi farzandlik burchimizni sharaf bilan ado eta olamiz. Shundagina bosh qomusimizning hayotbaxsh kuchi, bunyodkorlik salohiyati amalda yanada yorqin namoyon bo'ladi. Davlatimiz rahbari o'z nutqlarida O'zbekiston xalqi munosib yashashga va barcha imkoniyatlardan bir xil va keng davlat himoyasi asosida foydalanishga, qonun ustuvorligi ta'minlash bosh maqsad ekanligini ham ta'kidlab o'tdilar. Buni negizida esa qilinayotgan islohotlar negizida O'zbekistonda so'nggi yillarda maktabgacha maktab ta'limida, oliy ta'limda, sport sohasida fan ta'lim yoki bo'lmasa madaniyat sohasini yoki ijod erkinligini yoki umuman tadbirkorlik sohasini bevosita davlat tomonidan himoya qilinishi kabi moddalarni tahlil qiladigan bo'lsak ham, u iqtisodiy soha bo'ladimi, ijtimoiy soha bo'ladimi, inklyuziv ta'lim bo'ladimi, qat'iy nazar uni tagida bitta narsa: O'zbekiston fuqarolari davlat himoyasida, O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida, dunyoviy davlat sifatida, suveren davlat sifatida o'z oldiga qo'ygan barcha maqsadlarni negizida inson qadri yotganligi, aholi farovonligi yotganligini ko'rishimiz mumkin. Kuni kecha muhtaram Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan bayram tabrigida Konstitutsiyamiz nafaqat ijtimoiy siyosiy huquqiy hujjat ekanligi, balki yangi O'zbekistonni barpo etishda barchamiz uchun beqiyos kuch-g'ayrat, ishonch va ilhom manbai bo'lib xizmat qilayotganligi alohida ta'kidlandi. Ayniqsa parlament va mahalliy kengashlar, mahalla instituti faoliyati misolida xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai ekanligi amalda o'z tasdig'ini topayotganligi muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz tabrigida shuningdek o'tgan davr mobaynida sud huquq tizimi, ijtimoiy himoya, yoshlar, xotin-qizlar va kam ta'minlanganlar manfaatlariga oid islohotlarning hayotimizga izchil tatbiq etilishi bosh qomusimizning inson qadri ustuvor bo'lgan yangi O'zbekistonning huquqiy poydevoriga asos bo'lib xizmat qilayotganligidan dalolat beradi. Shu bilan birga iqtisodiy o'sish, kambag'allikni qisqartirish va xalqaro reytinglarda yuksak e'tiroflar konstitutsiyaviy islohotlarning amaliy samarasini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda demokratik islohotlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ahamiyatini tubdan oshirish, ularning davlat hokimiyati hamda boshqaruv organlari bilan hamkorligini kuchaytirish bo'yicha yangicha tizim yaratildi. Xususan o'tgan yillar mobaynida sohani isloh etish, nodavlat notijorat tashkilotlarning erkin faoliyat yurishlari uchun 50 ga yaqin normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasida fuqarolik jamiyati institutlariga alohida bob ajratilib, unga konstitutsiyaviy maqom berildi. Konstitutsiyada jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalarining fuqarolik jamiyati institutlari qatorida qayd etilishi sohaga oid boshqa normativ hujjatlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Aynan so'nggi yillarda o'zimizning konstitutsiyani yangilanishi, inson manfaatini birinchi o'ringa qo'yilishi va albatta amalga oshirilayotgan siyosiy ijtimoiy islohotlarning namunasi hisoblanadi. Aynan konstitutsiyamizda fuqarolik jamiyati institutlari haqida ham alohida bob berilgan. Ma'lumki, bugungi kunda respublikamizda 5 ta siyosiy partiya faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu siyosiy partiyalarning faoliyati nafaqat saylov jarayonlarida, balki saylov oralig'idagi jarayonlarda ham mamlakatimizdagi fuqarolarning, ularning elektoratining huquq va manfaatlarini ifoda etishda, ularning xohish va ixtiyorlariga qarab, ularning manfaatlaridan kelib chiqqan holda qonun hujjatlarini tayyorlashda, qonun loyihalarini tayyorlashda ham ko'rishimiz mumkin. Siyosiy partiyalar davlat va jamiyat o'rtasidagi muhim bo'g'im hisoblanadi. Aynan ularning shakllanishi va faoliyati butun jahonda demokratik davlatni
alohida belgilardan biri hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 71-moddasida aynan konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga harakat qiluvchi, irqiy, diniy adovatni targ'ib etuvchi, shuningdek mamlakatimiz aholisini xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi siyosiy partiyalar tuzish taqiqlangan. Biz bilamizki, aynan mana shu siyosiy partiyalarning faoliyati demokratik jamiyatda xalqning muhim bir siyosiy islohotlarda ishtirok etishi bilan belgilanadi. Bugungi kunda siyosiy partiyalargina saylovlarda o'z nomzodlari bilan ishtirok etish huquqiga ega. Aynan mana shu siyosiy partiyalarning faoliyati so'nggi yillarda juda ham faollashib bordi. Aynan konstitutsiyaning yangi tahririda qabul qilinishi ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Milliy tiklanish demokratik partiyalar fraksiyalarini tashabbuslari bilan bo'lgan edi. Mana shu konstitutsiyani yangilanishida unda xalqimizning asosiy muallif bo'lishida ham ma'lumki fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni kattadir. Aynan mana shu davrda konstitutsiyamizni chuqurroq o'rganishga, ushbu muhim qonunimizni nafaqat oliy ta'limda, balki maktablarda boshlang'ich sinflardanoq o'rgatishimizga e'tibor qaratishimiz zarurdir.